Bizda zo'r yengillik bor. Mana bu pullarni qaranglar. Kimga deb o'ylaysizlar bu pullar? Bu yerda 50 million pul bor. Pravolamizning ehson pullari. Xudo xolasa 12 ta viloyatga yetim yesirlar, boquvchisini yo'qotgan iqtidorlarga. To'kela bitta yana holat bor. Bizni pulni yechgani bankka kirganimda Navoiylik bitta akamiz mana shu pullarni ehson qilib ketdilar. Bu yerda 1 million aynan yetimlar uchun dedilar. Bu ehson yo'limiz boshlanmasidan turib qilingan ehson. Aynan siz ham xuddi mana shunaqa ehson qilish huquqiga egasiz. Ehsonning miqdorini farqi yo'q. 1000 so'm bo'ladimi, 5000 bo'ladimi, 500 ming bo'ladimi? Farqi yo'q. Ehson. Aynan biz sizni viloyatingizga yaxshilik izlab, yaxshilik ulashishga boryapmiz. Bizni yolg'iz qoldirmang. Biz sizni kutamiz. Xudo xohlasa ertaga Qoraqalpog'istonda bo'lamiz. Siz o'sha ehsonlikka muhtoj odammisiz yoki ehsonlik qilishga qodir odammisiz? Albatta bizga aloqaga chiqing va albatta bizni like bosib, repost qilib, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Bir narsani hech qachon unutmang. Qancha bo'lsa ham eng kamimi, eng ko'pimi muhimi qilish. Ehsonning mukofoti ehson bo'ladi. Biz bog'bon jamoasi va yaxshilik izlab xayriya jamoasi inshaalloh 12 ta viloyatda har biringlar bilan ko'rishimiz mumkin. Muhimi siz ham shoshiling. Uzatilgan qo'llar bo'sh qaytarmang. Va yana bir narsa, bizni kutar, biz kutgan kunlar.